bilen hür, ayol bilen er. Hammasi insondir. Va ularni Alloh yaratgandir. Bir kimdan ustun emasdir. Ammo yaxshilik qilish bilan baraka topganlarni Alloh yaxshi ko'radi. Karimama osonlikcha qullarni orasiga kelmaydi. Cho'qim bir ish bo'lgan o'xshaydi, shundaqmi? Siz bilan paranglashsam bo'lamdi. Hanım sizni zindonga tashlatish uchun Potifarning qishig'i ketdi. Fursat bor chog'da biror chora o'ylab teping. Masalan, qanday qilay? Bir oz e'tibor qilib qo'ysangiz shula kifoya. Hamma ish joyiga tushadi. Shayton sening tiling bilan so'zlayapti. Shayton sizlarni menga avatibdi. Ko'nglinglarni nafrat o'tlari bilan yo'yibdi. Shaytonga itoat qiladigan bu mezgillarda sizlar bilan davomli kurash qilaman. Meni hargizmi bo'yin egdirolmaysizlar. Alloh meni bularning yomonliklaridan saqlamasa, ham meni o'z holim bilan tashlab qo'ysa, oqibatim qandoq bo'lar? Hay? U nima deydi? Sendan nimani talab qilyapti? To'xta, men senga deb beray. Yuzar Sef Zulayxani yoki Misrlik xotinlarni va yoki zindonni tanlash kerak. Bu xotinlardan Alloh sig'inib zindonni tanlayman. Zindon azobli bir joy bo'lsa-mo, sanoqli kunlar tezlik o'tib ketadi. Ammo zina qilgan bir kishining jahannam o'tlaridan qachon qutulganligini hech kim bilmaydi. Qaysi o'tin deysa? Sen o'zingni shu o'tdan qo'g'dash uchun o'zingni zindonga loyiq ko'ryapsan? Go'zal xotinlarning o'rniga zindonning azobini tanlagan bunday aqlni ko'rmabdi ekanman. Radomon kelyapti. Nim bo'ldi Radomon? Chiroyingiz bir qismini bu. Potifar oxiri meni zindonga tashlamoqchi bo'ldi. Baya nim degan edi? Go'zal xotinlarning o'rniga zindonning azobini tanlagan bunday aqlni ko'rmagandim. Yo'q. Manga aylar Radomon. Bo'ldi, qayg'urma. Men zindonga tashlanish sabab bilan qayg'urmadim. Manga Güzel etmem değil. Ben hazırlı çıkımım. Aytinglarchi, nima bo'ldi? Zulayxa xonim qildig'ini qildi. Yuzar sutni zindonga aytmayapti. Ben tayyor oldum. Sizni gunoh qilganingizni bilaman. Hey, kichik guvohchi. Sen to'g'ri so'zlagan bo'lsangmi,
meni yanıla zindonga tashlamoqchi bo'lyapti. Allohning xolig'iga men rozi. Mushunda taqdir qilingan. Bunaqa yaxshi qarang. Cazası boşu. Ben fakat bütün alemnin perverdigarının buyruğuna itaat kılış için bu cezayı kabul kıldım. Allah kimni yaxshi görse şunu köp qiyinchilik uçurtdi. Senin ailemizin azabına qandaq chidaymiz? Endish qilma. Zindon men uchun qutulish o'rnidir. Meni bu saroy zindondan qutuldirgani uchun Parvardigorimga shukr aytaman. Zindan bir iki dama benim yaxshi dostum. Sen ensirime git. Mening eng yaxshi qo'g'dug'uchimmi Zavira zindonida Kiramanni shu yaratgandir. Men faqatla ensirmedim. Oldu mağayli.
Cəmub salam. Salam sana. Efendim, özünüz avar olub kepsiz oğlum. Özümden kelişi Potifar Hazretlerinin buyruğudur. Toktanglar, bu yer saklap durunglar. Bu üç kişi padişahның tamığı ve şarabını tayarlaydigan kişiler. İsmi Inaros ve Apops. Ularni hech kim bilan görüştürmegen. So'roq natijasi vaqtini uzartmasdan Potifar Hazretleriga avatdinglar. Ham ayrim kameraga solab qo'yinglar. Baş üstüge efendim. Ulanın cinayeti nime? Amon Hutep ve ailesiga suiqasd qilgan. Birasi ularni o'ltirishga urinishi mumkin. Shunga obdan qaranglar. Kimligini hargiz oshkorlamanglar. Baş üstüge. Ulan etmanglar. Ayrım kamır usulanglar. Mahpus mu? Shundoq. Potifar Hazretleri uni zindonga avatdi. Radomon sizga avatgan bu mahbusni intayin qutlug' odam dedi. Potifar sarayının kumandanı Radomo mu? Shundoq efendim. İsmi Yuzarsif. Potifar Hazretlerining koni maslahatchisi. Kessiniz buludu. Zindan sana yaraşqıdak bir yer emas. Nemişki yolun bu yerga düştü. Hocalarıma itaat qilmadi. Bu yerda sana itaat qilishni o'rgatamiz. Ustida shunga qarsam, ne qullarga, ne xizmatkorlarga o'xshamaysa. Ümidimni yerda qo'ymang. Balkim yaxshi bir qul bo'lishim mumkin. Qani ko'rib baqamiz. Zavira mahbuslar bilan hargiz urushma, intayin xatarlik. Tushundingmi? Uni cho'ng zindonga olib beringlar. Ustidagi qimmatli javohirlarni ilib o'tib, qutiga ishga solinglar.
Kundu payla kelatıda. Özüngü bir yanı tap. Bu ya bir ötgünçiye. Kimler kelib bu yerda bir mezgil turib, oxirida hamma narsalarni yig'ishtirib ketib qoladi. Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! O meni o'ldiradigan bo'ldi. Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Hadi! Sen arlaşma yigit. O'ltir. Neymiş kulağını başkurmaysılar? Aşt yo'q. Hozirlik tugaydi. Ben sana nima qildim? Şundak, tügeydi. O biçare qiyri adam ya ölüdü ya miyipip kalıdı. Ötüne urma! Men seni Urma! Yardım qilinglar! Bunun Bunun insonlar o'ltirishga yo'l qo'ymanglar! Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! men seni öldürüytime. Yardım qilinglar! Yardım qilinglar! Bu ciderlerini de ahırlaştırırlar. Boldu hem de onu urmam. Sen arlaşma. Olmasa onun ornuga seni urudu. Çoğunlarının şıgarlaşma. Yapmanlar. Hem de boldu kıgın. O senin zarbilerini berdaşık veremeydi. Anladın mı? Şundak, hiç kim menin zarbelerimge berdaşık veremeydi. Sen arlaşma. Şunu kıl. Bola degen adam tursa, kandak sigarlaşmağa dekmen. Boldu kıl. Sana ahır kıtım şunu dep kıyay. Hem de boldu kıgın. Ne mi dedin? Bu cidelini ahırlaştırgın dedim. Ha, bunun tali geldi. O yaktan kelip la, bu yaktan men bilen karşılaştı. Meni koyuver. Tuval, ehir besik bol. Anladın mı? Meni koyuver. Meni koyuver Tuvaldan savatına. keyin andı koyup etime. Cidelini tügetmegice Tuvalını hergis koyuver. koyuvetmeymen. Menin sen bilen cidelleşkim yok. Meni koyuver. Tuvalını tutup al. Sen bilen uruşkum yok. Hem de boldu kız. Koyuver savatına. Menin sen bilen uruşkum yok. Ama menin uruşkum bah. Hem de bola. Cürütün bozkını urmamsa. Ben fakat cidelini besik tuturay dedim. Sen bilen uruşmadım. Ben sana tutqunlar bilen cidelleşme degendim. Kilekemeyle başlapsan o. Ben fakat cidelini besik tuturay dedim. Onun bilen uruşmadım. Efendim, eğer bu yigit olmagan bolsa, o meni öldürüp etken bulatdı. Sizler bu yerden ne iş kılısılar? Mahpuslar bir-biri bilen uruşvassa, sizler tamaş görüp tudunlar ama. Bunundan keyin zindanda uruş jidal çıkarganlar özlerini 100 kamçıga tayyorlab koysun.
Berkipta jidalni boshlaganligi uchun 100 qamcha, Yuzarsifni 50 qamcha uringlar. Qandaq chidavatqan. Kelmedingmi? Cho'qim chiday olaydi. Boshqa chim tutib olgin qara. Bu adil bo'lmadi. Aslida zamonlashib kerak edi. Onu çözün. Sana qandaq rəğbət etişini bilməyotman. Sen bunu tutuzman deb xətarga təvəkkül qıldın. Sen bobağa bolsan, o meni öldürüp etdi. Seni minnətdarman. Seni minnətdarman oğlum. Rəğbət sana. Biz degan insonlar bir-birini qutqizish kerak. Mening vazifam sizlarni qo'g'dashdir. Bo'ldi qil. Sanoq toshdi. Sening isming nima? Nima ish qilasan? Bu yerga nima jinoyat bilan kirding? Misr xalqi meni Yuzarsif deb ataydi. Bugunga qadar men Potifar hazratlarining xo'jidori edim. Lekin xo'jlarimning buyrug'iga itoat qilmaganligim uchun zindonga tashlandim. Oldingi savolingiz nima edi? Mushi yeshingda Potifar hazratlarining xo'jidori bo'lganmiding? Meni Berkipta davomliq bizni urdi. Zo'rliq so'mbuliq qilib, zindonda ustunlik olishadi. Kidaman bir qancha qatim uni jazoladi. Ammo u davomliq bizni urdi. Bugun tunji qatim sendan o'zin tunug'idek javobga erishdi. Men uni taniyman. U ayni vaqtda Potifarning saroy muhofizachilarining biri edi. Zindon uni tuzitdi deb o'ylagan edim. Ammo zindonga xuddi bir qahramondek ketib atadi. Endi pushaymon qilmay qolsa qanday qilamiz? Aldirman xonim. Qaror chiqarishga texib oldir. Bir qancha kundan keyin hurlikning va saroyning qadri yetadi. Ketgan kuni zanjir bilan bog'langan birsiga emas, zanjirdan qutulganda ketib atadi.
Ümidim bu oyunumuzdan bir neticesi çıqa. Bo'lmasa qanday qildig'ini obdan bilsa. Rabbim, Yusuf mushaqqat va qiyinchiliklarga duch keldi. Menga yordam qilgin. Men sendan mahrum qolmaslik uchun erkinligimni qurbon qildim. Rabbim, zindonning va ko'zli kishining qiyinchiliklarini menga osonlashtirgin. Rabbim, Potifar ve Zulayha men üçün köp avarçılıklarını tattı. Men ulanı keçirdim. Sen mi ulanı keçirgin? Zulayha'nı özü üçün kurgan her türlük zindalladın kutkuzgın. Onu doğru yolga başlıgın. Sen burun saray muhafızatçısı mıydın? Sen kandak bildin. O etmedi. Ben seni tanıdım ben. Neymiş ki doğru yolga mağmaysan? Neymiş ki hatalıklarını davamlaştırıverirsen? Kiçik vaqtimda senin oğurluk qilganligini ko'rgan edim. Cho'ng bo'lgandan keyin senin zo'rliq zumbuluk qilganligini ko'rdim. Sen kim? Meni kandak to'laysa? Men seni zindonga sulatqizgan ashu bola shu. Potifarning sarayini, saray xazinasini esingga olamsan. Ben seni pekatlı unutup kalmadım. Senindin intikam eliş için kasem içken ben. İntikamımni chuqum men. Senden qo'rqmayman. Lekin mushunda xatolikni davomlashtiraversam, o'zingni halok qilishingdan qo'rqaman. Bu zodi nima ish? Muhim degidek emas. İlgari men bilan mintarkibda o'tirsida yuz bergan voqea edi. Ular kim? Gunohi nima? Nemish ayrim kamerada turdi? Ularni mı? Texetin ögünüp geldi. Günahları ağır boz gerek. Yaman odamlarga ancha o'xshamaydi ekan. Davamlıq bir bilan gap talışıdı. Sebebini bilmedim.
Ayalımız bilen ballarımız qandaq qila? Qo'rqinchoqlig'ingdan beshig'i nima ekansi oz. Yarmaslik qilmagan bo'lsang, omon o'tab o'lgan bo'ladi. Biz buni nihoyat yaxshi joylarga ko'tarilatdik. Ko'plagan boyliqlarga ega bo'lgan bo'latdik. Sen nima ish qilding? Seningcha bizning beshimizga nima kunlar kela? Men ancha bak andish qilmayman. Agar biz omon o'tabni o'ltirmasak, uni o'ltirdigan odam chiqadi. Biz hamon qutulamiz. Buningdan xotirjamman. Demak, sening chalib qo'ygan ishini tuturdigan odamlaring bor ekanda. Digina. Ular kim? Ularning ismini aytqin. Bu yerdan bir oz burun bo'lsin qutlayli. Sening bu yerdan burroq chiqating yo'qmi? Sen nima degan döt? Amakat. Biz so'zligida gapimiz yo'q bo'lgan qadar yashaymiz. Ammo aytib qo'ysak ishimiz tugaydi. Men bu yerdan qutula oladiganligimga ishonaman. Ammo bir qo'rqinchoq xoin bo'lg'achqa sen qutula olmaysan. Buningga yo'l qo'yamayman asla. Hargiz yo'l qo'yamayman. Meningcha ahmoq bo'lgan o'zing. Ular seni aldabdi. Dapaqa. Hozirgacha birarsi kelib, seningdan ahvol so'rab baqdimi? Bo'ldi qil, inorash bo'ldi qil. Men ularga ishonaman. Men ularga ishonaman. Ular bizga yordam qiladi. Men buningda xotirjamman. Ular chuqum bizga yordam qiladi. Efendim, ne amonu tepke, ne ailesiga bir iş bo'lgandek emas. Efendim, Apops'tan hiçbir haber alamadım. Sen Apopisning yo'qolib ketganiga jazm qila olamsan. Shunaqa zirtim. Xuddi yer-yerilib ishi kirib olgandekla. Undaqda sen hammaliyani izda. Ishni avvali saraydagi zindonlardan boshla. Agar tutilib qolgan bo'lsa, nima bo'lsin, hech qanday ishni aytmasligi kerak. Uni topgan chog'ingda mangu gap qilinmas bo'lib ketishiga kafolat qilishim kerak. Amon o'tab uning jiniga qasqig'inimizni bilib qolsa, qandoq bir qiyomat yuz berdiganligini so'zlashimning hojati yo'q-ku deyman. Shundaqmi? Bizga qarshi biror harakat qo'llanmasa, hech kimning bo'lib o'tgan ishlardan xabari yo'q degan gap. Tushundingmi? Boshqa bir so'z bilan aytganda, Apoplis tutilib qolgan taqdirdami bizni oshkorlamadi degan gap. Andish qilmang efendim. Yaning qitil kirib ketgan bo'lsa-mu, ko'kning qayerga chiqqan bo'lsa-mu, uni chuqum topaman. Hey, nima sabo? Efendim nima ish? Buyurun. Buning için nima bor? Yuzar sip uchun ozroq pachpurat narsalarni tayyorlagandim. Uningga olib beraman. Bunimi zindon begiga be. Uningga salomimni yetkaz. Bo'libmi yuzar sifga yaxshi qarashini va zindon ishlarini yaxshi boshqarish uchun uning yordam tegadiganligini. Yosh bo'lishi qaramasdan bilimli ve yaxshi bir adam ekanligini yozdi. Baş üstüge efendim. Xotirjam bo'ling, men ketdim.
kirsang bo'ladi. Radomunga salom va rahmatimni yetkazgin. Xaltining ichida nim bor? Yuzarsif uchun ushaq-tushak narsalar bor efendim. Bu ya Potifarning sarayi yoki aram oladigan joyi emas. Biroq Radomun avatgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Yuzarsifni chaqiringlar. Yuzarsif. Zindon begi seni chaqiryapti. Onun bilan paranlasam bulamdı. Tez bol. Egir besiq bol. Özüngni besib al, memesa bu. Qani so'zla. Zindandan qutulganim uchun yig'lab sen. Zindonga tashlanganim uchun yig'layapman Yuzarsif. Xatolashyapsan. Men uchun bu yer emas, balki Potifarning sarayi zindan edi. Bu yer mening qutulgan joyim. Bularni sana ağaç geldim. Bək yaxşı qıpsan. Məhbuslar bunu görsə bək xuş bo'lib ketadi. Ama ben bularni mahbuslarga emas sana geldim. Fakat sanalar. Bo'ladi ma'qul. Ulag'im bermay bo'lmaydi. Ammo ish bo'lmasa biroz bo'lsin yegin. Amsini berib etme. Ma'qul. Men Potifarning sarayida faqatla xonim Zulayxoning seni yaxshi ko'rdiganligini bilardim. Lekin ko'rib turibdimanki, seni yaxshi ko'rish saraydagi hamma kishining o'rtaq dadi o'xshaydi. Minnatdorman. Zulayxa xonimlar bo'lgan voqeani sen aytdingmi? Yo'q. Radomun menga yezibdi. Sening bilimli bir odam ekanligingni yezibdi. Zindondagi ahvollarni tuzatishga yordaming tegadiganligini yezibdi. Radomon iltifot ko'rsatibdi. Shubhasizki ruxsat qilsangiz, bir turkum ishlar bo'lishi mumkin. Bu yemekliklerini mahpuslar iyileştirip verirler. Aldırmanglar. Emmeylen giyitidu. Ana. Sen bunu al. Sen bunu al. Ulağın berinler. Ala. Kichikin ekran bo'lsa-mu, aramızdaki düşmanlikni yuyib etish uchun bir boshlanish bo'lib qolishi mumkin. Düşmanlikni yuyib etishmi? Sana saqlagan o'sh adovatim bir ömür tugamaydi. İntiqomimni ep bo'lgandan keyin andin yuyib etsak-mi bo'la? Hech qanday inson düşmanlik va nafratdan yaxshilik ko'rmaydi. Senmi ko'rmaysan? Adovat va g'azabning azobi zindonning azobini 10 narsa oshirib etadi. Mening bu yerga tashlanishimga sen sababchi bo'lding. Seni hargiz bosh qo'yib etmayman. O'g'irlik qilmagan bo'lsang zindonga tushmayding. Pozitsiyangni o'zgartsang yaxshi bo'ladi.
bu yerda qandoq yashadinglar? Neymişki bu yerni tozalab tuzashtirib yurishga tirishmaysizlar? Bu yerni pokiz tozalasak, kunib qilib, kim bu yerni tashlab chiqib ketishga ko'zimiz qiymasmi ekan deymiz. Bu yer bir zindan. Ne biz mehmon. Ne bu yer mehmonxona bo'lsin. Hammamiz bu yerga mehmon. Faqat zindong'ila emas. Bu dunyog'imi mehmon biz. Bir mezgil bu dunyoda qolamiz. Keyin ketib qolamiz. Bu yerda o'tkinchi bo'lishimiz yoki mahbus bo'lishimiz bu mehnatchilik va kirning ichida yashashimizga sabab bo'lolmaydi. Radoman, geçirim efendim. Onun bilen görüştüm. Ben yüzarçı bilen görüştüm. Onun bilen görüştüm. Ahvoli qandaqroq ekan? Yaxshi, nahayat yaxshi. Bulupmu müşküllerde Başkundu payının diqqatini tortibdi. Xatingizni zindan begiga topshirib berdim. Yaxshi bo'pti. Yuzarsipni yenimga chaqirdi. Yuzarsip meni quchoqladi. Uning bilan qong'ich paranglashdik efendim. Mahfuz bo'g'ini uchun bearam bo'ptimi? Yo'q. Intayin xo'shal edi. Savira zindoni Zulayxaning zindoni ko'p yaxshi ekan dedi. Karim ama birer işiniz var mıydı? Yo'q, Yuzarsip to'g'risida bir savolim bor edi. Ammo javobini ep bo'ldim. Bir ish bularmi? Yo'q, endish qilma. Erib, ko'rgan anglag'anlarni Zulayxaga ma'lum qiladi. Meningcha, bichara Zulayxaning o'pkisi o'rlik silgan bo'ldi. Zavira zindoni Zulayxaning zindonidan ko'p yaxshidir. Savira zindonni sen shundoq bir jahannamga aylantirmanki, kunda ming qatim Zulayxaning huzurida yashashini tilaysan. Ko'rsatman sana. Ko'rimiz. Yoz qani. Madamki mening uyim Zavira zindondan nachar bo'lsa, madamki mening uyim. Buni yozma kalva. Meni kechiring xonim. Endi yoz.
Yozarsifning menga bo'ysunishini o'rganish uchun zindonga avatdim. Xo'jasiga itoat qilmagan qul u qadar ko'p azob chekish kerakki, itoatsizlik tushunchalarini qalbisidan mangu yuyib chiqarib etish kerak. Yozarsif menga itoat qilish qarorini bergandan keyinla ondan zindondan chiqa oladi. Buni Yozarsifga uqtiring. Darhol hozirning o'zida. Xanım Zulayxaga aytganlarini darhol o'rindaydiganligimni aytdim. Yozarsif. Tanlash huquqi sende. Sen bu yerden qutulalaysan. Men faqat Zulayxaga Yozarsif itoat qilishga tayyor deb yozsamli bol. Men bu yerdagi asoratni, u yerdagi rohat va hurlikdan bakrak yoqtiraman. Zindonning Zulayxaga itoat qilganim uchun bir azob o'rniga aylanishi yoki undan qutulishim uchun ishonchlik bir yer bo'lishi sizga qoldi. O'zingiz bir nima deng. Mecburlanmagıça Zulayxaning buyrug'ini o'rinlayolmayman. Efendim. Sizden bir işini ötünsem bulamdı. Sözle. Zindonni azroq tuzashtirsak bulamdı. Kiyim-kechaklarni yangilash va setib olish bizning qo'limizdan kelmaydi. Siz bizga yordam qila olasizmi? Tirish baqay. Sen baş aşpaz Apopsni bu yaqinda ko'rdingmi? Salam sana, sevimli kumandan. Padişahning maxsus baş aşpazı Apopsni ko'rdingmi? Onun bilan bir ishim bordi. Bir qancha kun burun uni bu yerda bir kecha sulab, ondan ep ketdi. Ep ketdimi? Qayerga? Nima qilganlik uchun bu yerga ep kelgandi? Buni bildingmi? Bilmayman. Ular kechida Potifarning buyrug'i bilan ep kelindi va saharda yana Potifarning buyrug'i bilan ep ketildi. Ularma? Qancha kishgan ular? 2 kishgan. Apopis va Inaros. Nima ishing bordi? Hiç. Yanımda bir amanet var idi. Şunu topshirib bermoqchi edim. Ularni uyga berib so'rab qo'y bo'lmasa. Balkim deb qolaman. Ilohlarsin qo'g'disin. Ma'qul xo'shamsa. Sana ilohlarning la'nati bo'lsin. 2 oydan beri hech kimning biz bilan kori bo'lmadi. Ishni bitiriblar. Hech kim bizni tanimadi. Biz bir divon bilan kelishga o'xshaymiz. O'zining va oilasining hayotini biz uchun xatarga tashladi. Beshig'i nemish keldi. Hozir qayerda? Buni so'raydigan odam yo'q. Sana vazif topshirganlarning ismini nimishga aytmaysan? U yolg'onchi kishilar va'dasida turmasa, sen nimishga va'dangda tursan? Sen azob chekyapsan. Nimishga ularning sen bilan kari bo'lmaydi deb baqa.
Boldu qılinglar. Nima ish bo'ldi? Yetarlik azob uqubatga to'lgan bu zindonni texmi battar qilmanglar. Man qarang. Biz podshoh Amonutapni o'ltirmoqchi bo'lgan ikki aqlsiz biz. Uning ilohlarning ishkanligini va asonlikcha o'lmaydiganligini tushunmabdimiz. Yaqinda 2 oydan beri mana bu zindonni yetyapmiz. Ammo hech kim kelib bizdan so'ramadi. Texi bu ahmak o'zini vazif qo'yganlarni qo'lqashini davomlashtiryapti. Ularning ismini aytib berishga qo'shilmayapti. Agar aytgan bo'lsa, bu zindondan tezroq qutulgan bo'lardik. Sen aqlsiz bo'lsang kerak. Lekin men aqlsiz emas. Ammo bu tushunmayapti. Agar biz rost gapni deb qo'ysak, Amonutap va Potifar bizni o'ltirib yetadi. Bo'lmasa Amonutapning jini qasqaganlarni hayot qilish mumkinmi bu yerda? O'ltirilganligini nihoyatda yaxshi bilasan. Nimishqa ularning ismini oshkorlamaysan? Balki bizga yengilroq bir jazo berib qolsa ajab emas edi. Hozir umiddaman. Qutulush fursati bo'lmagan taqdirdami? Ularni bosh qilolmayman. Yo'q. Hargiz bosh qilolmayman. Ularning ismlarini aytsam, oilam va bolalarimni yo'q qilib yetadi. Hammasini vayron qilib yetadi. Shundoq o'ylaymanki, bu og'dirmichilikning adresi Amon ibodatxonasidir. Apopsning andisisimi o'rinsiz emas. Ularga ish og'ritmaydigan, qalbi qattiq insonlardir. O'lcharim to'g'rimi? Yo'q. Sizga ularning ismini deb bermaydiganligimni aytdim. Endi yana so'rayman, ma'qulmi? Chekilganliging aqling bilan ish qilganligingdir. O'zingning jinnini aymasangmi, ayoling bilan bolalaringning jinnini ayir. Bu xil ahvolda faqat ilohlarga sig'inishimiz kerak. Bizga faqat ilohlar yordam qila oladi. Ilohlarni quldan kelgan bo'lsa-da, avval sizlarni emas, balki ibodatxonadagi kohinlarning Ank Mahu bilan Padi Yamonning yordamiga yugurgan bo'ladi. Bu nima deydi? Sizning hozirgi gapingizga qaraganda bizga Amonmi, ibodatxonadagi kohinlarmi yordam qilamaydi, shundaqmi? Ilohlaringlarga haqorat qilg'im yo'q, lekin bir tosh parchasidan yordam talab qilmoq aqlli odamlarning qiladigan ishi emas. Sen kim o'zing? Bizning ilohlarimizni tosh parchasi deyapsan-ku. Yuzar Sefman. Yuzar Sef? Potifarning xo'jidori. Hilqi Zulayxa vaqasi. Qutulishinglar uchun texnik qudratli bir ilohga ehtiyojliksizlar. Bu ilohlarning qo'lidan hech ish kelmaydi. Turunglar. Hammanglar o'rninglardan turunglar. Tosh o'choqlarga borsizlar. Qator tizilib turunglar. Ularni zanjirlanglar. Tez bo'linglar. intayin endish qilyapti. Yomon bir ish bo'lishi mumkin degan edi. Hozirga qadar uningdan bir xabar oldingizmi? Saroydan uni so'rdim, ammo hech kim bilmaydi ekan. Tuqqanlarimizdan so'rab baxtim, ammo ularning hech xabari yo'q ekan. Bak ansirab ketmang. Uni topsaqlar, sizga tezlik xabar qilamiz. Qandaqsiga uningdan xabaringiz yo'q. Bu uning uyi emasmi? Men sizlardan shuni so'ramoqchi edim.
Chunki shu kunlarda sizning va Ankmah hazratlarining gapini qilyapti. Masalan, nimalarni degandi? Menmi bilmayman. Muhim bir voqea yuz berdi degan edi. Bizning va Apopisning ahvoli intayin yaxshi bo'lib ketadi degan edi. Sizcha qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Menmi bilmayman. Men sizlarni biladi deb